$10,5 million tajriba qanday bo'lishini guvohiga aylanasiz. Ishonchim komilki, bu sizni hayratda qoldiradi. Ushbu videoda siz nega kosmosga uchish $250 ming va okean tubini o'rganish esa $50 ming turishi sababini bilib olasiz. To'g'ri biz tomonga qarab kelyapti. Shuningdek, biz boshdan kechirgan ajoyib sarguzashtlarni ham ko'rasiz. Men hozir dunyodagi eng baland binoning tepasida turibman. Ey xudoyim, bundan tashqari eng arzon tajribalarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni tuya minish. $1 bu tuyani qancha vaqtga minishim mumkin? $1. 2 daqiqasi. Kelishdik. Bo'ldi. Bu $1 uchun zo'r tajriba bo'ladi. Mahkam ushlab ol. Mahkam ushlab ol. Nega? Yo xudoyim. Men Misrda tuya minib ko'rishni xohlardim, lekin u yerda narxlar ancha qimmat. Shuning uchun videoda piramidalarning rasmini qo'shib qo'yamiz. Ha. Go'zal. Do'stim, bu tuyada yurish mashqiga o'xshaydi. Men juda ham balandda o'tiribman. Endi bizning ahvolimizni tushungandirsiz. Xo'sh, $1 evaziga 2 daqiqa tuya minishga muvaffaq bo'ldik va baxtligada. Endi esa osmonda kechki ovqatimizni yeymiz. Atga $10 ming evaziga siz 1000 metr balandlikka ko'tarilib, maxsus oshpazning issiq havo sharida tayyorlagan ovqatini tatib ko'rishingiz mumkin. Ana bu maydonda havo sharimizning soyasi ko'rinib turibdi. Rostini aytsam, kutganimdan biroz yuqoriga chiqdik. Ammo bu 1000 metr tepalikdagi oddiy kechki ovqat emas. Ushbu Michelin yulduzli oshpaz shar ichidagi olovdan foydalanib ovqatni pishiradi. Mr. Beast. Birozdan keyin shu taomdan tatib ko'ramiz. Shu anda issiq havo shari olovida pishirilgan baliq yeyish arafasidamiz. Rahmat. Voy, ta'mi ajoyib. Rostdan ham gap yo'q. Pastda qanday go'zal manzara bor-a? Ovqatlanayotgan muhitimiz muhtasham. Bu baliq o'zini tushida ham bunchalik balandda tasavvur qilmagan. Agar sizda ortiqcha $10 ming bo'lsa va biror qizni hayratga solmoqchi bo'lsangiz, bu usulni tavsiya etaman. Bu 10 xil yuqori darajadagi taomlarning har biri ajoyib edi. Ammo men Michelin oshpazdan bitta savol so'rashim kerak. Festival shokoladi haqida nima deysiz? Juda yaxshi muvozanatlangan. Ayniqsa shokoladni qarsillashi yo'q. Festival endi Michelin yulduzi tasdiqdan o'tgan. $10 ming tajriba esa chindan ham ajoyib edi. Endi esa $50 ming tajribaga navbat keldi. Shendel va Karl ularni nima kutayotganini bilishmaydi. Bu yaxtani qanday baholaysiz? Juda chiroyli, zo'r. Zo'r-a? Ha, Sizningcha bu kuniga $50 ming turadimi? Yo'qmi? Ana bu tomonga qarang. Biz suvosti ekspeditsiyasiga yo'l olyapmiz. voy xudoyim. Okean tubini o'rganishga tayyormisiz? Albatta. Juda soz. Unday bo'lsa boshladik. Voy. Nima bo'ldi hozir? Biz ham sakrashimiz kerakmi? Ha, ketdik. Yaxshi. Sakranglar. Okean tubini o'rganamiz. Mayli. Zo'r-ku. Voy, hozirdan baliqlarni ko'rib turman, hali pastga sho'ng'imadik ham. Barakuda balig'i. Okean tubini qirishtirishni xohlaysizmi? Hamma narsa bizga tegishli. Butun suvosti kemasi bizniki. Nimani xohlasak, o'shani qilishimiz mumkin. Faqat bir narsadan tashqari. Suvosti dunyosiga ziyon yetkazish taqiqlanadi. Yaxshi. Va pastdan yaxshi kadrlarni olish uchun biz g'avvoslarni yolladik. Suvostida bizni suratga olishyapti. Zo'r-ku. Ular bilan aloqa qilaylik. Ana orqada akula bor deymiz. Hamma vahimaga tushsin, xo'pmi? O'zingizni qo'rqqandek ko'rsating. Yaxshi hazil bo'ldi. Bu orada Tarix va Nolan $50 ming Afrikadagi safari tajribasida. Qara ko'raylikchi, kim ko'proq hayvon ko'rar ekan, bizmi yoki ular? Ogohlantirish. Bu yer chiroyli. Ke o'rmon qirolini topamiz. Afrikadan sher ko'rmasdan chiqib keta olmaymiz. Tushundingmi? Tushundim. Nega aynan menga qarab ishora qilyapsan? Qara. Yovvoyi cho'chqa. Yo'q, bu bumbaku. Uni qo'rqitding. Uni qo'rqitib yubording-ku. Baqirmasligim kerak edi. Zebralar. Ularning ta'mi shirin bo'lsa kerak. Agar sher bo'lganimda faqat zebralarni yeyishni xohlardim. Ular ancha semiz ko'rinadi. Nima? Bu $50 ming arziydi. Ha, bu Jimini $50 ming ga to'liq arziydi. To'xta, Karl. Agar bu oddiy kema emas, suvosti kemasi bo'lib chiqsa-chi? Uni suv ostidan chiqarib ko'raylikchi. Voy, qara, qoyalarga qanday yaqinmiz. Bunchalik yaqin suzishimiz xavfli emasmi? Ha, hammasi joyida. Bo'pti. Bu orada bizdan boshqa yaqinlikni his qilayotganlar ham bor edi. Zebralar. Qayerga ketyapsan? Hey do'stim, to'xta, qayt! Tarixga, fil masalasini xonada gaplashamiz. Orqangda ikkita fil turibdi. Ular qo'rqinchli darajada yaqin. Ular juda yaqin-ku. Voy, ular bizga yaqinlashmoqda. Biroz avval bizga fil hujum qildi. Xudoyim. Bu Zora. Qara unga. Bu hayvon naqadar kuchli. Bu mening otam. Bu suvosti kemasidan ko'ra zo'rroq. Men baliqdan ko'ra sherni tomosha qilishni afzal ko'raman. Yuragim qinidan chiqqudek uryapti. Bu albatta $50 ming tajriba edi. Ammo oldinda yanada zo'ri bor. Bu narsa $250 ming vazinsizlik tajribasi yonida hech gap emas. Ular sizni samolyot bilan osmonga olib chiqadi, keyin pastga sho'ng'ib, ichkarida vazinsizlik holatini yaratadi. $250 ming tajriba mana boshlandi.
Juda ham zo'r. Voy xudoyim, to'xtay olmayapman, uchyapman. Bu juda ham zo'r. Ey xudoyim, bu ajoyib. Keyingi pastga tushishda biz dargi tomonga yugurish poygasini Men o'ynaymiz. g'olibman. Xavfsizlik holatini yo'qlaylik. Oğlum suzyapti. Voydan. Biz yetib bordik. Biz yutdik, uddaladik. Yigitlar, Vaznsizlikda yugurish unchalik yaxshi bo'lmadi. Yaxshiyamki, Karlda zo'r g'oya bor edi. Men barg puflagichni sinab ko'raman. Tayyorsiz. Aylanyapti. Haqiqatdan aylanyapti. Gravitatsiyani yana yoqishdan oldin biz Mr. Beastlabs'ning g'aroyib o'yinchoqlarini vaznsizlikda sinab ko'ramiz. Tayyormisizlar? Oğlum, kel sinab ko'raylik. Men eng zo'r o'yinchoqlarni yaratdim. Faqat ichiga suv solib chayqasangiz, sizga qanday o'yinchoq chiqishini bilib olasiz. senga ozgina suv sepaman. Sepaqol. Biz o'choqlar Osonroq bo'ladi deb o'ylagandim. Baribir 119 dan ortiq g'aroyib o'yinchoq turini to'plash oson bo'lmadi. Swarms'da siz qadoqda 5 ta, 2 ta, bittalab sotib olishingiz mumkin va ularni Walmart, Target, Amazon hamda boshqa yirik do'konlardan topishingiz mumkin. O'zingizga eng yaqin Walmartdan sotib oling. Bu bayram mavsumidagi eng mashhur o'yinchoqlar do'kon rastalarida tobora tugab bormoqda. Karl, ushla! Mr. Beast Labs tugab qolmasdan oldin sotib olishga ulgurib qoling. Gap yo'q. Juda ajoyib bo'lyapti-ku. To'xta, Nolan tutib ol. Voy, Tana qarsillashi! Voy xudoyim, bela. Endi biz 500 ming dollarlik tajriba bundan-da yaxshiroq bo'ladimi, yo'qmi ko'rib olamiz. Aynan shu videoni olish uchun butun dunyoni kezib chiqib, biz oxirgi nuqtaga yetib keldik. Bu $500 million tajriba! Bu manzara insonni aqldan ozdiradi. Insoniyat tarixida hali hech kim ko'rmagan tomosha. Do'stlarim bilan birga $1,5 million evaziga dunyodagi eng hashamatli shaharda qanday hayot kechirish mumkin ekanligini ko'ramiz. Bu Dubay shahri. Sahroda qad ko'targan, lekin rohatlanish uchun yaratilgan joyda turibmiz. Va bu video oxirida men dunyodagi eng baland binoning cho'qqisida turgan tarixdagi kam sonli insonlardan biriga aylanaman. Biz hamma narsani sinab ko'rdik. Hozir ko'radiganlaringiz aqlingizni shoshiradi. Qani boshladik. Qanday qilib bu yerga kelib qoldik? 2000 metrlik balandlikdagi surat ramkasidan tushganimizdan so'ng biz haqiqiy qasrdek mehmonxonaga yo'l olamiz. Wow! Bu aql bovar qilmas darajada shohona. Orqa tarafda suv ham bor. Bu mehmonxonaning birinchi-ikkinchi qavati juda hashamatli. Ammo eng hayratlanarlisi 3-qavat. U butunlay suv ostida qurilgan. Voy, xudoyim. Xush kelibsiz. Bu Atlantida. Hammangizni yaxshi ko'ramiz. Karl, sen bundan mustasnosan. Uzr do'stim. U men bilan hazillashish uchun akulalar akvariumiga kirib ketdi. Ma'lumot uchun bu akvariumda 80 dan ortiq akula bor va tez orada biz ular bilan suzamiz. Ustiga o'tsak bularning hammasi oxirida yana bir boshqa sarguzasht bo'ladi. Davom etchi. Parashyutda sakraymiz. Bo'lishi mumkin emas. Mumkin. Minglab fut balandlikdan qulash deyapsanmi? Xavotir olma. Avval mashinalarda poyga uyushtiramiz. Va bu uchun eng yaxshi joy Dubay avtodromi. Bu shahar eng tez mashinalar makoni hisoblanadi. Qaysi mashina yoqsa o'shani oling. Qani poyga boshlansin. Juda so'z. Ketdik. Bu super avtomobillarda poyga o'ynash uchun Dubaydagi eng mashhur kontent yaratuvchilardan ba'zilarini chaqirdim. Ko'ngilsizlik vaqti. Ular juda ham tez ketishyapti. Bu shu yerda olishimiz mumkin bo'lgan birinchi taassurotimiz. Hali bu boshlanishi. Men poygaga tayyorman. Kimnidir ortda qoldirmoqchimiz. Ancha yaqin qoldik. Oh yo'q, Jimmy! Yo'q! Gazi bor bu joy. Uni meni bu holatda ko'rsa jahli chiqishi aniq. U bundan qat'iy rohatlay olmasdi. Bu noqonuniy. Bunday qilish taqiqlanadi. Men va do'stlarim o'zimizni poygachilar deb tasavvur qilayotganimizda Karl haqiqiy formula poyga avtomobilini haydashga tayyorlanmoqda. Juda zo'r ko'rinyapman. Ketdik. Boshida biroz qiyin bo'ldi. Men formula mashinasini haydayapman. Bu hayotimdagi eng baxtli kun. Bu sarguzasht narxi ichida yangi Lamborghini bizda qoladi. Biroz rohatlanmoqchiman. Qiziquvchilar uchun aytaman, bu mashina juda tez. Ketdik Abu Dabidagi NBA o'yiniga. Lekin rostini aytsam, sport mashinalarida yurishni unchalik yoqtirmayman va to'xta joyini ham topish mushkul. Shuning uchun men uni birovga sovg'a qilmoqchiman. Mr. Beast kanalini kuzatib borasanmi? Ha? Obuna ham bo'lgan ekansan. Senga Lamborghinini bersam bo'ladimi?
Bilasizmi, boshqasiga berganingiz ma'qul. Nima bo'lyapti bu yerda? Hoy, birodar, bu yerga kela olasanmi? Bu nima bo'libdi? Buni senga bersam maylimi? Ha, iltimos. Unda mashinaga chiq. Endi rasman Lamborghini seniki. Hozir rostdan titrayapman. Shuning uchun doim obuna bo'lishni unutmang. Lamborghini'ni qo'ldan boy bermang. Yigitlar, nima qilyapsiz? Basketbol o'yiniga borishimiz kerak. Buyursin. Men juda baxtliman. Lamborghini'ni o'z egasiga topshirib bo'lgach, basketbol o'yinini bamayli xotir tomosha qilishi mumkin. Kelibsiz, Mr. Beast! O'yinni tomosha qilish jarayoni fotosessiyaga aylanib ketdi. Tanishganimdan xursandman. Birozdan so'ng Stiv Harvey bilan ham ko'rishdik. Qalaysiz? Nihoyat uchrashdik. Ahvollar yaxshimi? Zo'rman. Keyin esa Russell Westbrook bilan ham. Ishlar joyidami? Hali $200,000 sarguzashtlar oldinda. Navbatdagi manzil ulkan akvapark. Keyin esa sahro o'rtasida pingvinlar bilan uchrashdik. Ularning boshlig'i bo'lsan kerak-a? Haqiqiy boshliqdek yurishini qarang. Yana yetmaganiga keyin 80 dan ziyod akulalar va skatlar to'la hovuzga sho'g'idik. Hoy, senga gapiryapman. Qayt, gaplashmoqchi edi. Bu Buzz Lightyearga o'xshaydi. Voy! Wow! Kechirasiz janob oliylari. Ana bu yerga qara. Men Aquamanman, akulalar qiroli. Birinchi farmonim, akulalar Karlni tushlasin. Kelishdingmi? Qani Karlga hujum. Men sizning boshlig'ingizman. Unga hujum qiling. Yo'q, bunday qilmanglar, iltimos. Menimcha nafas olish moslamasini o'chirib qo'yishdi. Endi baliqlarga o'lja bo'lishdan oldin, yaxshisi kelajak restoraniga ovqatlanishga boramiz. Salom hammaga. Jimmy, sen bu yerda o'tirasan. Bu endi nimasi bo'ldi, Jimmy? Bilmasam. Restoranda hech qachon do'stlarimdan bunchalik uzoqda o'tiraman deb o'ylamagandim. Janoblar, tayyorlaning. Bu hayotingizdagi unutilmas kechki ovqat. Voy. Wow. Eng avval ishtaha ochuvchidan boshlaymiz. Bir luqmadan tatib ko'ring. Yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha. Menga yoqmasa-chi? Yaxshi ekanmi? Bu ajoyib. Butun likopchada faqat shu bormi? Mayli. Wow, nimalar bo'lyapti? Bu Call of Duty missiyasiga o'xshaydi. Ishon olmayapman. Men bu yerda kinoteatr emas, restoran deb o'ylagandim. Nimalar bo'layotganini bilmayman. Bu 360 darajali interaktiv vizual effektlar bilan o'ralgan 9 tomli kechki ovqat stoli. Wow! Qaranglar, ekranga teksangiz ta'sir ko'rsatar ekan. Yigitlar, yerni himoya qilishimiz kerak. Qutqara olmasam kerak. Bu xona aks ta'sir ko'rsatuvchi bo'lsa-da, Qaranglar, idishimdagi suvga tegib ketmasligi uchun aylanib o'tishyapti. Ajoyib bu. asl hayratlanarli tarafi shundaki, yegulik va ichimliklarimiz ham aks ta'sir kuchiga ega. Suv idishga teksangiz u harakatlanadi. Salkam 10 xil og'izda mumdek erib ketadigan lazzatli dengiz mahsulotlaridan tortib, Yo'q, qudratingdan. oltin Wagyu burgerga qadar tatib ko'rdik. Taom qalay? Ajoyib. Va nihoyat Chandlerga yoqadigani ham chiqdi. Hatto biz uchun maxsus yakuniy taom ham tayyorlashgan. Bu kim? Bu Chandler-ku. Ha, o'zginasi. Yo'q, do'stlar, bu men emas. Biz sarguzashtlarimizda davom etamiz. Parashyutdan sakramasdan va dunyodagi eng baland binoga chiqmasdan avval bu ochiq samo hovuzida qo'rquvimizni sinovdan o'tkazishimiz kerak. Bu manzaraning jozibasiga qarang. Oh, xudoyim. Biz bilan hazırlashyapsanmi? Hozir ko'rib turganingiz haqiqat emasdek ko'rinishi tabiiy Bo'lishi hol. mumkin emas. Yer sathidan 200 metr yuqorida joylashgan bu 360 daraja qilib qurilgan hovuzdan shaharning har bir qarich yerini bemalol ko'rishingiz mumkin. Qani sakrang. Xo'p, men ham suvga tushaman. Ortimdagi shu orol ham suvli. Bu yerda hamma narsa hayratlanarli. Shu selfie tayoqchasini tashqariga olaylik. Voy, bera qol. Qani? Manzarani go'zalligini qarang. Gap yo'q. Biz Dubayning ustida turibmiz. Yaxshi, yigitlar, endi parashyutda sakrash vaqti keldi. Do'stim, biz shunchaki yerga tushamizmi? Yo'q, mana shu sun'iy orolga tushamiz. Yo, xudoyim, men juda qo'rqaman. Diqqat bilan kuzating. Chunki hayotimda hech qachon qilmayman degan ishimni bajarayotganimning guvohiga aylanasiz. Haqiqiy ahmoqlik. Kim buni o'z xohishi bilan qiladi? Ammo eng katta qo'rquvlar bilan yuzlashmasam, bu video to'laqonli bo'lmasdi-da. Endi osmondan yerga sakraymiz. Agar menga biror narsa bo'lsa, bu videoni yuklashni unutmang. Rostdan ham sakrashga ketyapmiz. Yo'q! Men oilam bor axir. Diqqat, uchishga tayyorlaning. Rostdan ham uchyapmiz. Yuqoriga ko'tarildik. Bunday qilayotganimizga hali ham ishona olmayapman. Bu bema'nilik. O'lish ehtimoli bormi? Bo'lishi mumkin. Yo'q, xudoyim. Yerdan 1000 metr ko'tarildik. Juda balandga chiqdik-ku. Men tayyor emasman. Jimmy! Tayyor emasman. Birinchi bo'lib sen sakraysan. Jimmy! Sendan nafrat qilaman. Fikrni o'zgartirdim. Ey xudoyim! Wow! Biz aylanyapmiz. Yo'q, xudoyim. Juda Hayır, qo'rqyapman. Jimmy! Yo'q, fikrimdan qaytdi. Yo xudoyim, sakragan
dahshatli. Men sakramayman. Qalay, yaxshimisiz? Haliyam qo'rqyapman. Qo'rqyapsizmi? Ha, chunki ancha balanddamiz. To'g'risini aytsam, eng katta qo'rquvim shu edi. Voy sekin. Lekin bu tajribani siz uchun sinab ko'rdim. Sekin o'lmadim. Haliyam tirikman. Chandler qayerda? U sakramadimi? Chandler yo umuman sakramadi, yo yer bilan bitta bo'ldi. Yo'q, ish qilib sakramagan bo'lsin-da. Misr Jimmy, lekin sakray olmayman. Yaxshiyamki men Chandlerni butun videodagi eng katta sarguzashtga taklif qilmabman. Chunki orqamda yer yuzidagi eng baland bino Burj Xalifa turibdi. Va bu sarguzashtni yakunlash uchun men uning eng yuqori nuqtasiga chiqishim kerak bo'ladi. Bu 820 metr balandlikdagi bino cho'qqisiga chiqishning birinchi qadami 160 qavatdan oshiq liftlarda osmon tomon ko'tarilishdan boshlanadi. Ammo qolgan 275 metr masofani esa o'z oyoqlarim bilan zinalar orqali bosib o'tishimga to'g'ri keladi. Bu narsa haddan tashqari baland. Buncha zinalar ko'p bo'lmasa. Tepaga chiqish bunchalik qiyin bo'lishini tasavvur qilmagandim. Ammo 1 soatlik ko'tarilishdan keyin ham hali ko'p yo'l bor edi. Men nihoyat tepaga chiqdim deb o'ylagandim. Ammo hali ancha yo'l bor ekan. Bu bino hech tugamaydigandek tuyuladi. Har bir qadamda davom etishni xohlayapmanmi, yo'qmi degan savol meni qiynay boshladi. Bu yo'lning oxiriga yetarmikinman? Ko'p ketib ozi qoldi. Yo'q, hali emas shekilli. Ammo charchoqqa qaramay, o'zimga bu mening imkoniyatim. Yer yuzidagi eng baland binoning cho'qqisida turgan oz sonli insonlardan biriga aylanish fursatini qo'ldan boy bermayman dedim. Orqaga yo'l yo'q edi. Xo'p, endi yo'lning yakuniga yaqin qoldi. Tayyorman. Men chiqdim. Men hozir dunyodagi eng baland binoning tepasidaman. Ko'zlarimga ishona olmayapman. Yo xudoyim, rostdan baland ekan. Juda dahshatli. Wow, pastga qaramasligim kerak. Juda qo'rqinchli. Ko'nglim ayniyapti. Shuni aytib o'tishim kerakki, yerda Festival shokoladining mazasi ancha yoqimli edi, chunki bu yerda mazam qochyapti. Qo'rquvlarim bilan yuzlashib ko'p narsa o'rgandim va bundan mazza qildim. Men bu tajribadan juda minnatdorman va sizlarga ham shuni maslahat beraman. O'z qobig'ingizdan chiqing. Odatda qilmaydigan narsangizni sinab ko'ring. Siz ham bundan zavq olib o'z haqingizda ko'p narsalarni bilib olasiz. Tomosha uchun rahmat. Qancha mehnat sarflaganimizni qadrlaysiz degan umiddaman. Sizlarni yaxshi ko'raman.